Bruni plyonkani plus va minus tomonlarini ko'rib chiqamiz. Plus tomonlari juda ham ko'p, minusini oxirida aytib o'taman. Bruni plyonkamizni to'xtaladigan bo'lsak, birinchi navbatda bizani iqlimda qora mashinani juda ham sevib haydashadi va buni minuslari qirilib chizilib ketishlariga uchraydi. Bruni plyonka shu taraflari foydasi, birinchi navbatda plus tarafi har doim chizilib ketmaydi, o'zini o'zi vastaniyat qilish xususiyati bor. Ikkinchi o'rinda buni yaxshi tarafi o'zidan bleski juda ham kuchlilashadi. Sababi lak qatlami mutniylashishi mumkin. Bruni plyonkada bunaqa holat bo'lmaydi. Uchinchi o'rinda avtomobilni tashqi omillardan himoya qilib beradi. Qanaqadir mayda qirilish, chizilishlar bo'lmaydi, bemalol haydab yuriladi. To'rtinchi eng katta plus taraflardan qanaqadir holatda mashinani kimdir turtib yuboradigan bo'lsa, kraska qatlamini himoya qilib beradi. Ya'ni Bruni plyonka shundoq shilinadi, miyatina qilib chiqarib olinadi. Buni holatda qimmat inomarkalarning narxi tushmaydi. Endi minusiga to'xtaladigan bo'lsak, faqatgina uni narxi qimmatliligi. Agar buni polniy kuzovga, ya'ni mashinaning hamma qismini qoplab qilinadigan bo'lsa, o'rtacha $1000 dan $2000 gacha boradi. Bruni plyonkani shuncha afzalliklarini ko'rib chiqdik. Sizlar shu pulga qildirgan bo'larmidinglar? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar.